Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan Golubok ko'chatini ekish jarayonini sizlar bilan bugun birgalikda ekamiz. Mana birinchi navbatda mana Golubok ko'chati 3 yoshli buyuk degan navi. Buni vatani Shimoliy Amerika. Bizning respublikamizga Polsha davlati integratsiya olib kelingan. 3 yoshli Golubok. Mana havo solingan. Bu archani ishga deydi. Archani nimasi bu ham? Buni vazifasi bu ham chirib erta nima bo'ladi, oxiriga borganda xuddi mana shunaqa tortga aylanadi. O'simligimizga kislorod vazifasini bajaradi. Albatta bu juda kerakli nima. Buni albatta ko'chat ekayotgan paytimiz bilan solishimiz kerak. Naqadar bu ko'chatda. Masalan, gullarimizga ham juda kerakli bo'lgan oziqa. Mana bunday solish jarayonida xuddi shunaqa qilib solinadi. Buni ekayotgan paytimiz albatta chunki tomirlar qisilib qolgan ko'ryapsizlar, kichkina. Buni biz tagini yorib qo'yamiz. Hammasini shunaqa qilib mana ekilayotganda ertaga ildizlari yaxshi rivojlanish uchun mana endi nimadan so'ylar? Tortdan so'ylar. Apilka solishdan maqsad nima shunda ustoz? Apilka solishimizdan maqsadimiz, hurmatli talabalar, bunda namlikni ushlab turish uchun ham bu apilkadan foydalanamiz. Chunki muchalash deydi buni. Ko'pincha biz yildan yilga nima qilamiz? Torf solmaymizda har yili muchalab turish uchun apilkadan foydalanamiz. Sababi bu namlikni ushlab turadi. Chunki buni hozir suv qo'ydikmi, 2 kundan keyin 3 kundan keyin suv qo'yishimiz kerak bo'ladi. Har kun suv qo'yib bo'lmaydi. Agar har kun suv qo'yayotgan bo'lsak, ildizini chiritib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun hurmatli talabalar, har 2 kunga 3 kunga iqlim sharoitimizga qarab suv qo'yib turiladi. Endi sol. Mana bu kali. Ustoz, bu kalini solishimizdan maqsad nima? Nima foydasi tegadi ko'chatga? Kalini solishimizdan maqsadimiz mana ertaga gullaydi. Gullash jarayonini ushlab turish uchun ham, hosilni yaxshi hosil berish uchun ham albatta bundan foydalanishimiz kerak. Albatta bu kali berishimiz kerak. Butun bu rezervuar mevalarga emas, hamma butun mevali o'simliklarimizga kali berishimiz kerak bo'ladi. Gulini yaxshi ushlash uchun, hosildorligini oshirish uchun, hosilni ushlab qolish uchun ham albatta bu kalidan berishimizga juda foydasi katta bo'ladi. Buni hosildorlik faqat bir marta mana solinib bo'ldi. Keyin erta pishish jarayonida sulfat amoni sulfatga hozir kali berdi, sulfat amoni beramiz. Nima uchun? Erta hosilimiz pishishdan oldin beriladi. Bir mavsum davomida o'simlikka necha marta suv berish kerak bo'ladi shunda? Ko'chatimizni ekkanimizdan keyin bir mavsumda beriladigan suvimiz 8 martadan 10 martagacha beriladi. Har bitta ko'chat 3 yoshli ko'chatimizga tomchilab sug'orish bo'ladi bunda. Tomchilab sug'orish qilganimizda bir marta sug'organimizga 500 gram 600 gram suv bo'ladi. Suv ketadi. Juda ham ko'p suv talab qilmaydi bu, lekin kam miqdorda berib turamiz. Iqlim sharoitimizga, namgarchilikka qarab hisoblab berib ketaveramiz. Chunki bilamiz, bizning respublikamizga iqlim sharoitimiz issiq bo'lib ketadi. Shuning uchun ham albatta bu suvga juda talabchan bo'lgan o'simlik bu iqlim sharoitimizga o'sha beriladigan nimamizga qarab, ob-havomizga qarab sug'orib turiladi. Ustoz, buni sug'orish paytimizda suv pH qancha bo'lishi kerak? Yaxshi savol berdinglar, juda dolzarb. Chunki biz respublikamizga xos bitta muammo. Mana shu Golubok ko'chatini yetishtirishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan savol mana bugun o'zlari o'z qo'llaring bilan bajardinglar, ko'rdinglar. Bizda bitta muammo sug'orayotganimizda suvni pH. Bunda 3,5 dan 5,5 gacha suvni pH bo'lishi kerak. Bunaqa suv borimiz respublikamizga. Faqat bitta bir narsa bilan biz suvni pH tushirishimiz mumkin. Limonli kislota bilan tushirishimiz mumkin, azotli kislota bilan suvni pH tushirishimiz mumkin. O'shanda sug'orsak, albatta biz bundan yuqori natija olamiz. Sababi, agar shunaqa sug'orayotgan bo'lsak, hosildorligi ham yaxshi bo'ladi. Agar biz suvni pH tushirmay sug'oraversak, o'simligimiz hech qachon rivojlanmaydi. Yildan yilga naborat orqaga qarab ketaveradi. Hurmatli talabalar, siz hammamiz maqsadimiz yetishtirgan mahsulotimiz, yetishtirgan ko'chat misol hosildorligini sifatli hosil olish, eksport qilish, misol tariqasida uyda yaxshi hosil olish. Maqsadimiz shuni. Shuning uchun hurmatli talabalar, ozgina agrotexnik tadbirlarga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Yo limonli kislota yoki azotli kislota bilan suvni pH tushirib sug'orishimiz kerak bo'ladi. Toshkent davlat agrar universiteti mevachilik va uzumchilik kafedrasi havaskor bog'bon to'garak talabalari Toshkent davlat agrar universiteti qoshidagi o'quv ilmiy tajriba xo'jaligimizda Golubok yetishtirish texnologiyasi bo'yicha ko'chatlarimizni ekdik. Bugungi nimalarim shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.